Assalomu alaykum. Saidbek kanalining hurmatli obunachilari, akalar, bugunizda menga yo'llar To'raqo'rg'on tumani Oqtosh shaharchasida. Hurmatli obunachilar, mana sizlar uchun maxsus qo'ziqo'chqorlarni zo'r joyga yetib keldik. Arzonchi Muzaffar akamizning xonadonlarimizdan xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bugungi sanlarimiz 28-aprel, hafta kuni seshanba 2026-yil. Videomiz qo'llab-quvvatlash uchun birdan like tugmasini bosib, kommentariyada o'tanga rahmat ukam tursan, xudo xolasa sizlar uchun biz mehnatdan charchamaymiz, hurmatli obunachilar. Mana shunaqangi sog'lom qo'ziqo'chqorlarni video obzorini cho'tkib chiqarib berishda davom etaveramiz. Bo'lmasam so'z navbatini arzonchi Muzaffar akamiz o'zlay beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, qolmang. Nazaringiz yaxshimi, charchamaysiz? Savlayapmi? Xudoga shukr. Ana qo'zi sezon boshlanib, qo'zilarni ham narxini ko'chirib Zo'r aka, malades. Narx bozordan arzon bo'ladi aka, xohlasa bozordan arzon bo'ladi. Bitta ko'rsatsangiz. Hurmatli obunachilar, videomiz xudo xolasa qisqa lo'nda bo'ladi akamizda. Mana shu qo'ziqo'chqorlarimiz bor. Aha. Soni 20 ta. Soni 20 sariq, bor. qizil, kashtan hammasi xudo xohlasa shuning ichida. Shuni ichida. Shuning ichida bor. Tanlab olishaveradi aka. Olishaveradi. Xohlasa bitta, ikkita, 10 ta, 20 ta qo'zimiz bor. 20 ta deysa qilib beraveramiz. Kerak bo'lsa yana bor, yana beraveramiz. Tagisi cheklanmagan. Qo'zidan muammo yo'q. Mashalloh. Hurmatli obunachilar, mana zo'r. Aka, bular yeb ichish sog'lik salomatligi hamma yo'q sinovingizdan o'tdimi? Garantiya, yeb ichishi, sog'ligi, salomatligi garantiya qo'zilarni. Xudo xolasa o'ynab turibdi hammasi. Olgan odamni puli o'zi bilan ketadi. Maza qilib boqishadi. Xudo xolasa rahmat aytadigan narsalar-ku. Yaxshi. Aka, bu qo'zilar qayerdaki? Qashqadaryo'niki. Qashqadaryoniki. To'g'risini aytlaveradi-a bizda. Yaxshi. Mana, hurmatli obunachilar, akamizdan xudo xolasa yaxshi qilib bozordan arzon qilib chiqarib beraman deyishgan biz yetib kelganmiz, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, akamiz cho'tkib chiqarib berasiz aka. Bitta unday haydab qo'ying, tekisga chiqarib olingchi. Hurmatli obunachilar, o'tdan boshini ko'tarmayapti jonivorlar. zo'r. Yeb ichishini o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Jonivorlar. Mashalloh. Xo'p, aka, bularning endi hozir hammasini qiziqtirib turgan narsa narxi. Narxini qanaqa berasiz endi? Bozordan arzon qilib chiroyli qilib chiqarib bering aka. Narxini uka, endi kanalingizda yangimiz. Aha. Kanalda o'zi ham yangi, xudo xolasa. Fatsalab. Kanalingizga birinchisi qimmat chiqmasin, obunachilaringiz like bosishsin, xursand bo'lishsin, arzon qilib chiqarib beramiz. 3 million 800 dan bo'lsa bir joyga olishaversin. 3 million 800 dan bir joyga ketaveradi, ha? Ketaveradi. Zo'r. Hurmatli obunachilar, 3 million 800 dan bir joyga ketaveradi deyapti. Xo'p, aka, endi kanal uchun menga sizcha hayron qilib berasizmi? Qilamiz uka, biz aytganimiz bo'lmaydi. 3 million 800 ming emas-ku, mana shu like'lar bosib, qo'llab-quvvatlab turishadi aka. 3 million 600 dan O'zbekiston bo'ylab Saidbek uzanchisi dastlabkasini qilib beraverasizmi aka? 3 million 700 dan qilib beraveraylik. Aka, 100 ming 50 mingga tortishmang. Qo'ylardi-da. Yo'q, 100 ming 50 mingga tortishmang aka. 3 million 600 dan bitta lazim bo'linchi. Yaxshi niyatda birinchi po'chim. Uka, sizni o'zingizni tillaga olamiz uka. Yo'q, so'z yo'q. Bor aka. Hurmatli obunachilar, 3 million 600 ming so'mdan. Mana, bir joyga olgan odamga O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi besplatni bilan yetib boradi. Yeb ichish sog'lik salomatlik, yurish turishlarni o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda bo'ldi. Ularni ko'rsating. Agar o'sha sizga bergan pulimdan arzon bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib so'raveraman o'zim. Nechta bo'lsa olaman javob gapimga. Zo'r. Shu narxdan arzonga qo'zi bo'lsa birorta joyda olaverasiz aka. Olaveraman. Dum bilan qaranglar, hurmatli obunachilar. Dum bo'lsa bor. Hammasi qo'chqor aka. Men kanalim yangi deyapsiz. Mayli, gap so'z yo'q, bir maza qilishsin. Zo'r. Hurmatli obunachilar, bemalol akamizga aloqa chiqarasizlar. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. O'yinga sotganga Alloh barakasini bersin qilamiz. Ekranda raqamlarga tez aloqaga chiqarasizlar, hurmatli obunachilar. Jon.